Voy! Voy o'lib qo'ya qolaman. Voy, idish yuvassanmi? Voy, xotinim kasali. Yutturma endi. Voy! Nima? Nima bo'pti jib kasal bo'lib? Mazasi bo'lmayapti, ojon, issiq chiqib yotibdi. Voy! Shunga endi sen idish yuvishing kerak ekanmi? Shunaqa payt qarashaman-da endi, nima qilaman endi? Voy, tavba qildim. Voy, seni burningdan ip o'tkazib olganmi deyman? Erkak kishi unaqa idish yuvmaydi. Xotinchalik o'xshab. Tavba qildim. Issig'i chiqyaptimish. Yig'ishtir ishingni. Bunaqa erkak kishi bunaqa bo'lmaydi. Erkak kishi pul topib keladi. Bunaqa oshxonalarda aralashib yurmaydi. Qulmi sizga kelar? U ham birovni bolasi-ku, oyi. Voy. Ha, qul? Qul! Kelin degani qul. Issig'im chiqyapti deb yotadi. Ma'milani men olib qo'ygin deb ertalabida aytganim. Parosatiga kuydirga chiqsan xotiningni. Qanaqa kelin oldim o'zi, a? Ana kun opam kechib borganda xuddi zo'sa janjal qildi. To'g'ri qilgan ekan-da, to'g'rimi? Demak, u ham qul ekan-da. U ham sizni qizingiz, u ham birovni bolasi. Menga ishchi soqmadi. Bo'shatib yuboraman. Nima? Bo'shatib yuboraman? Hozir shunda kelinimni haydab yubormoqchiman? Behruz? Behruz, to'xta, men noto'g'ri tushunding, Behruz. Agar suv gapirganda edi, ba'zi insonlarga qo'lingdan oldin qalbingni yuv degan bo'lardi.